aqlli savoli. Sani unga munosabating qanaqa bo'lsa, unga ham munosabati xuddi shunaqa degan. Agar sen manfaat uchun yaxshi ko'rsang, u ham manfaat uchun yaxshi ko'radi. Bunaqa deydi-da, men aytmoqchi emasman, deydi, lekin u o'zi aytsin. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Sevishganlarni savolni o'ziga tashab qo'yish kerak. Hech qachon masalan men shunga teksammi, yo'qmi deb sizdan so'rasa, birovni hayotini hal qilib berish mumkin emas. O'zi hal qiladi, sen o'zing hal qilasan. O'zing yaratasan deyish. Bunga u yo'lni ham, bu yo'lni ham tushuntirasiz, lekin tanlov o'zida qolish kerak, aralashmas kerak hayotiga. O'zini sevish bilan xudbinlikni adashtirib yuboradilar. Buni qanday farqlaymiz? O'zimni sevaman desa, ko'pincha xudbinlik deyishadi. To'g'ri. Adashtirib yuboramiz, qarang. Faqat hamma narsa manga deyish, manga bo'lsin, boshqalarga emas deyish bu xudbinlik. Bizni o'zimizni to'yintirib, keyin boshqalarga ham shartsiz ulashish xudbinlik emas, bu haqiqiy shartsiz sevgi. Xudbin yana qanaqa bo'lishi mumkin? Masalan, o'ziga yaxshi narsalar olib beradi, boshqa insonga kelganda ravosi yo'q, ravo ko'rmaydi. Hatto bir yaxshi shirin so'zini ham aytmaydi. Bu xudbinlik hisoblanadi. Xudbinlar boshdan bosh shunaqa. Ular masalan o'zini sevadigan insonlar oldin o'zini sevmagan, endi o'zini sevayotgan insonlar. O'zi birdan farqlaysiz bu narsani. Xudbinlar boshdan bosh shunaqa bo'lib kelgan yoki qaysidir hayotiy darsdan keyin, qattiq darsdan keyin shu holatga tushganda, keyin shunaqa bo'lib kelgan. Ular umuman ravo ko'rmaydi. To'q bo'lsa ham ravo ko'rmaydi. U haqiqiy shartsiz sevgi hisoblanmaydi. Ular o'ziga shartsiz emas, shartli munosabatda yaxshi ko'radi. Mana hammada bor uchun o'ziga olib berish kerak. Kimdir ishlatgani uchun bu ham ishlatish kerak. Qasma-qas qiladi, qasma-qas yashaydi, alamda, g'azabda yuradigan insonlar. Borgan sari o'zi chotki farqlaydigan bo'lasiz. Shartsiz sevgini ham